Eldor Shomurodovda kutilmagan jarohat va bu qanchalik jiddiy? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz hukmisi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Ekstra Sport promo kodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Istanbul Bashakshehir klubi sharafini himoya qilayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev Turkiya kubogining navbatdagi uchrashuv qahramonlariga aylandi. Istanbulliklar Turkiya kubogi A guruhi 3-turda safarda Fotih Karagümrük jamoasi futbolchilari bilan kuch sinashib, raqib maydonidan 4-1 hisobdagi yirik g'alaba bilan qaytdi. Mustafa Kemal Atatürk nomidagi Olimpiya stadionida o'tkazilgan bahsda istanbulliklarga g'alaba keltirgan gollarga Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Miguel Crespo va Ivan Bernich mualliflik qildi. Abdulqodir Musakoni 79-daqiqada Fotih Karagümrükning yagona golini javob to'pini kiritdi. Uchrashuvning kombinatsiya nuqtasi 26-daqiqaga to'g'ri keldi. 23-daqiqada mezbonlar darvozabonni ishg'ol qilgan Bashakshehirning eng zo'r to'purari Eldor Shomurodov jarohat olib, maydonni erta tark etdi. Endi o'zbek legioneri qo'shimcha tibbiy ko'rikdan o'tkaziladiganidan so'ng jarohat darajasi va davolanish muddati oydinlik kiritiladi. Shomurodov mavsumdagi 15-golni urdi. Bashakshehirning o'zbekistonlik hujumchisi Eldor Shomurodov joriy mavsumda barcha musobaqalarda urgan gollar sonini 15 taga yetkazib oldi. Superligada 20 turdan so'ng 14 gol urgan legioner to'purarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda. Fotih Karagümrük darvozasiga kiritilgan to'p Eldorning Turkiya kubogidagi ilk goli sifatida tarixga yozildi. Fayzullayev Turkiyadagi 3-golni urdi. 22 yoshli Abbosbek Fayzullayev Turkiya maydonlaridagi 3-golni urdi. Bungacha Superliga bahslarida Qasumpashsha va Gaziantep jamoalari darvozasini ishg'ol qilgan hujumkor futbolchi endi Turkiya kubogidagi gollar hisobini ham ochib oldi. Qadrli do'stlar, siz kechagi o'yinda hamyurtlarimiz o'yiniga qanday baho berasiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.